Bizda o'rtamizda shunday insonlar borki, ularga hech qachon hech qanday ish yoqmagan, ular ishlashni yoqtirishmaydi. Har bir ishdan har xil bahonasi bor. Ular topgan bahonalarga hattoki hayron qolasiz. Ular hamisha uyga o'tirsin, ularning o'rniga yo ayoli ishlash kerak, yo opa-singlisi, yo aka-ukasi ishlash kerak. Yoki bo'lmasam biron bir kishi qo'shnimi, oqsoqolmi ularga sadaqa berib turish kerak. Ular shu sadaqaga ham rozi. Ularga qarasangiz havasingiz keladi. Chaqqongina oyoq qo'li ishlaydi. Hammasi joyida. Faqatgina ularda bahonasi tap-tayyor. Hurmatli shunday toifadagi insonlar, olma pishib hech qachon siz og'zingizga tushmaydi. Hattoki yaratuvchi aytgan, sendan harakat, mendan barakat deb. Ozgina bo'lsa ham harakat qilsangiz bo'ladi-ku. Yaratuvchi sizga shunday beradiki, siz hattoki tushingizga ko'rmagan narsalarga erisha olasiz, faqat harakat qilishingiz kerak. Keling, oddiy she'rni olamiz. Oddiy she'rni olsak, she'r agar hech qachon harakat qilmay bir joyga o'tirsa, bir kunmas bir kun u o'lib qoladi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa oddiy kiyikni olamiz. Kiyik ham harakat qilmay bir joyga o'tirsa, u kimgadir yem bo'ladi. O'sha sher kelib uni yeb qo'yadi, yo biron bir arslon kelib uni yeb qo'yadi. O'sha kiyik ham harakat qilyapti o't yeyish uchun, qochish uchun. U kiyik ham harakat qilyapti. Mana bu sher ham men qirolman, senlar menga har kuni bittadan hayvon olib kelib berasan deb hayvonlarga buyruq bermayapti. U ham o'zi uchun o'zi harakat qilyapti. Har bir inson o'zi uchun o'zi harakat qilish kerak. Siz o'zingiz mehnat qilib, peshona teringiz bilan topgan o'sha sirka, o'sha piyoz, o'sha non qanchalik mazali ekanligini hech tasavvur qilib ko'rganmisiz? Yo'q, sizga ana shu oqsoqol beradigan go'sht bilan non mazali. Chunki deganda u tekin va siz xizmat qilmayapsiz. Oqsoqol bugun beradi, erta beradi. Indin bermay qolishi mumkin. Oqsoqol bugun bor, erta yo'q. Yoki oqsoqolda o'zini oilasi bor. Ha deb u ham sizga bera olmaydi-ku. Ozgina harakat qiling. Ko'rasiz. Yaratuvchi sizga shunday beradiki, hattoki xayolingizga kelmagan darajada.